1-aprel kunidan boshlab O'zbekistonda ayrim to'lovlar rasman naqd pulsiz shakliga o'tkazildi. O'zgarish haqida aslida ancha oldinroq ma'lum qilingan bo'lsa-da, 1-aprel kuni bu ko'pchilik uchun syurpriz bo'ldi. Noqulaychilik hech kimga yoqmaydi. Agar kartangizda pulingiz bo'lmasa-yu, lekin naqd pulni kartaga tashlash ham bosh og'riq bo'lib tursa, vaziyat asabingizga o'ynashi aniq. Bu ro'yxatga ko'chmas mulk va avtomobillar bilan bog'liq bitimlar, kommunal to'lovlarning bir qismi, 25 million so'mdan ortiq xarajatlar, shuningdek, zapravkalardagi xaridlar, alkogol va tamaki mahsulotlari kiritildi. Eng muhim o'zgarish ko'chmas mulk va avtomobil oldi-sotishida sodir bo'ldi. Avval uy sotib olguningizcha pulni quruvchining hisobiga o'tkazib, uy bitishini kutishingizga to'g'ri kelardi. Uy qurib bitkazildimi, yo'qmi, bu hali noma'lum. Bu masalada turli firibgarliklar haqida eshitib kelyapmiz. Pul naqd berilgan yoki to'g'ridan-to'g'ri hisobga o'tkazilgan. Uy u yoqda tursin, pulingizni qaytarish uchun bir necha oylab sudma-sud yurishingizga to'g'ri keladi. Endilikda bir qator yirik to'lovlar faqat bank tizimi orqali amalga oshiriladi. Escrow hisobvaraqlar tizimi joriy etildi. Ya'ni endi pul to'g'ridan-to'g'ri quruvchiga berilmaydi. Ular bankka joylashtiriladi va ushbu mablag'larning qanday va nimaga sarflanishini bankning o'zi nazorat qiladi. Ba'zi qurilish kompaniyalari endi bir loyihani 3-4 loyihani puliga qurishni reja qilib ish boshlay olmaydi. Agar uyga to'lov qilsangiz, uni vaqtida qo'lga kiritishingiz ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Escrow tizimida bank vositachi va nazoratchi sifatida ishlaydi. Pul bosqichma-bosqich va faqat amaldagi qurilish xarajatlari uchun ajratiladi. Agar quruvchi uyni topshirmasa, bank pulni o'zingizga qaytarib beradi. Shu sababli bu o'zgarishlar ba'zi quruvchilarning jahlini chiqarishi aniq. Nega zapravka va boshqa joylarda naqd pulni qabul qilish cheklandi? Odamlar bunday o'zgarishlarga tayyormidi va bu qanchalik qulay? Bu savollar tug'ilishi tabiiy, lekin bu o'zgarish mantig'i shunchaki qulaylikka emas, shaffoflikka borib taqaladi. O'qituvchi, shifokor yoki boshqa rasmiy ishda ishlaydigan odamning moliyaviy faoliyati shaffof. Oylikni kartada olishadi, soliq to'lashadi. Ammo katta pul aylanadigan yo'nalishlar va bitimlar yillar davomida naqd pulda amalga oshirilib kelingan va qaysidir ma'noda soyadagi iqtisodiyotning bir qismiga aylangan. Bu adolatdan emasdek ko'rinadi. Oddiy odamlarning daromadlari to'liq shaffof, yirik pul oqimlari esa shaffof emas. Bu o'zgarishlar mana shu vaziyatni asta-sekin tenglashtirib borishi mumkin. Lekin bu degani O'zbekistonda naqd pulni ishlatish bekor qilinadi degani emas. E'tibor bilan qaralsa, cheklovlar aynan soyadagi iqtisodiyot ko'proq rivojlangan yo'nalishlarga qaratilgan. Lekin hammada ham, ayniqsa chekka hududlarda yashovchilarning barchasida ham bank kartasi yo'q. Kartani to'ldirish jarayoni noqulay, komissiya to'lovlari bor. Ba'zi joylarda bankomatlar va umuman infratuzilmaning o'zi yetishmaydi. Shu sababdan ham bunday o'zgarishlar noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ammo o'tgan kunlarda biz ko'rdikki, moliya sektori o'zgarishlarga moslasha boshladi. Banklar kartalarni ochish jarayonini tezlashtiryapti. Zapravkalarda yonilg'i kartalari paydo bo'ldi. Uzoq muddatda bu o'zgarishlar yashirin sxemalar uchun imkoniyatlarni kamaytiradi. Kontrabanda tovarlarini sotish qiyinlashadi, yoqilg'i va boshqa resurslar bilan bog'liq noqonuniy operatsiyalar kamayadi. Soliqlardan bo'yin tovlash qimmatroqqa tusha boshlaydi va bosh og'rig'i ham ko'payadi. Natijada bozor uchun aylama yo'llarni izlashdan ko'ra qonuniy ishlash osonroq va foydaliroq bo'lib qoladi. Soyadagi iqtisodiyot bilan har bir davlat kurashadi, chunki soliqlar davlat byudjetini balansda ushlab turadigan eng muhim faktor. Shunday bo'lsa-da, tizimning to'laqonli ishlashi uchun infratuzilmani yanada rivojlantirish kerak. Chekka joylarda ham bankomatlar sonini ko'paytirish, hisobni to'ldirish uchun komissiyalarni kamaytirish va aholining barcha qatlamlari uchun bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyati kengaytirilishi zarur. Naqd pulni kartaga tashlash uchun ovora bo'lib yurish hech kimga yoqmaydi albatta. Xullas, bu o'zgarishlarni yomon deb bo'lmaydi, ammo asosiy masala bularning barchasi amalda qanchalik sifatli joriy etilishida. Bu islohot haqiqiy yaxshilanishga olib keladimi yoki hamma cheklab o'tishga urinadigan navbatdagi rasmiy qoidaga aylanib qoladimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohda yozib qoldiring. Bu tanga o'zidi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr.